Mana arzonni ham, вообще arzoni Nexia 2 lastiklari puliga Cobalt izlagan obunachilarimiz uchun 2013 rangi qop-qora svetida farlarigacha original turibdi mashinani. 2013 350 ming yurgan, motor noldan qilinganiga 2 oy bo'lgan. Motor korobka hadoviga javob holati zo'r, chotka yuribdi. Kraskasi kapotda, bitta qanotda, mana shu eshikda shunaqangi bo'lib bir 30% 40% kraskasi bor. To'g'ri, orqa bagajlarni ko'rsataman. Mashina realniy, вообще pechat 2013, narxi ham zo'r, shikalat narx. Obuna bo'lmagan bo'lsa, obunani bosib qo'ying, qadrdonlar. 100 mingta bo'lishimizga ozgina qoldi, xudo xohlasa. Sizlar podishkalari bilan 100 mingtadan o'tamiz inshaalloh. Xo'p. Metallari bor, temir, o'tlari hamma joyi pechat, o'zini zavodchi germetikasi bilan turibdi. Mana pechat degan narsani biz ham bekorga pechat demaymiz. Zavodni o'zini bosgan pechat degan maqsadda biz ham pechat deb aytamiz mashinani. Hali tushunmaganlar bor. Nima degani u pechat, nimaga pechat deydi, nimaga chotki deydi deb. Shuni ham gapirishyapti, hayron qolyapman. 18 minut video qilmasak. Shunga ham negativ topib negativ yozishyapti odamlar. Xo'p, 2013-yil holati Prostoy Aziya birinchi pozitsiyasi. Bitta motorlarni zavod qilib ko'rsatdi sizga, jigarim. Xo'p, narxini oxirida aytaman. Siz o'ylagandan ko'ra anchagina arzonroq aytaman. Sizni bozoringizni bemalol mana shunaqangi mashinani borib solishib surishtiring. Menga ponni kraska narxini aytmang. Menga mana shunaqangi 30-40% kraskasi bor mashinani narxini ayting. Ponni kraska narxini sizdan ko'ra yaxshiroq bilaman. Xo'p. Ey, jonon, ochil. Bitta qo'lda ochishim qiyin bo'lyapti. Motori mana o'zim hozir eshitib turibman, chotki eshitilyapti. Videoda qanaqa chiqadi, sal grubi chiqishi mumkin, lekin motor suv qaltirash, даже tangiga qo'yib tikka turaman degan joyi ham bor ekan. Xo'p, oldilari zo'r turibdi, o'stirlarni o'zidan mana shu shunday sepib qo'yishdi kraskani. Qoraytirib, просто sepib qo'yish xolos, lekin shpakolovka bo'lgan narsa unaqa narsa yo'q. Shuda o'zini sepib qo'yishdi. Yaxshi akkumulyator, prostoy metani bor. Xo'p. Qadrdonlar, maza qilib olib haydashinglar uchun buni даже general diagnostidan ham beriladi. Mashina Bo'kana mashinasi bo'lgan ekan, hozir turgan adresi Qo'qonda turibdi. Mashinani oxirgi qo'lga tegadigan narxi, umuman kami yo'q, uzrga silgan joyi $5850. Men nima deyapman sizlarga? Lastiklarni puliga deyapman. Mana $5850 ga bilasizlarga qadrdonlar. Xo'p. Chevrolet Cobalt 2013-yil 350 ming probegda Evacor, Magicar pult hamma yo'g'i bor odam. Bitta like, bitta podpiska bo'lmasa ham qadrdonlar bosib o'ramiz.